Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar? Sizlar mana men bugun Samarqand moshina bozoridan Nexia 1 va Nexia 2 narxlari bilan tanishtirib boraman. Har xillardan bo'ladi. Arzonlardan, navorot qilingan, variant, V-Cube. Videoni oxirigacha ko'rsangiz agar o'zingizga yoqqanda bemalol ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdan o'tgan bo'lagingiz, podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysalaringiz, bizga obuna bo'lasizlar, bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Tepada Instagram kanalimni ham yozib qoldiraman. O'tib podpisatsiya qilib qo'ysangiz agar Instagramdan ham har xil moshinalar bo'ladi. Instagramdan ham bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Sizlarni qanaqa moshina narxlari qiziqtiradi? Pastda kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sizlarning talablaringizga binoan o'sha moshinalarni chiqarishga harakat qilaman. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Mana aziz obunachilar, Nexia 1lardan 1998-yil ishlab chiqarilgan, LED farrochalar qo'yilgan ekan. Sound injektor motorda. Xo'p, metan gazlari bor. Motor hadovoy qanday aka? Hamma joyi zo'r. Motor hadovoy, hamma joyi zo'r, motori 0 dan bo'lgan ekan. Bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kraskalari qanday aka? Bor kraskalar. Kraskalari bor, asvejit bo'lmagan, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holatlarida endi yilidan ma'lum necha yillik mashin, endi polibomi kraskasi bo'ladi. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasini topish, kraskasini yo'g'ini topish kamdan kam aka hozirgi vaqtda. Ruchloy, narxi ham boshqacha qilib bo'ladi. Lekin buni narxi juda arzon. Chiqol boliklari bor. 513 ming probeg ekan, ha? Maytafonlari bor. Orqadan ko'rinishlari. Jigulini puliga beraman deyotganingizda berib yuborasiz Jigulini puliga? Bunisi nima? Ha, naborot qo'yilganmi bu? Ha, bo'ldi. Mashina qayerniki aka? O'zbekcha Pastarg'om juma. Pastarg'om juma. Nechtalik bu gaz? 90 talik bitta zapravkada nechta yuryapti aka? 200 dan oshib ketadi. 200 dan oshib ketadi. Shahar ichidami yo danlidami? Xohlagan joyingizda. Xohlagan joydami? Bir xila bosadi deng. Xo'p, necha pul qilib beramiz bu toychoqni? Shu 25 bo'lsa beriladi. 25 millionmi? Bo'lishimi? Bo'lishi. Yana bir 2-3 million uchirsangiz agar keyin Jigulini puli bo'lardi-da. Endi kelishamiz. Bo'ldi, chiroyli narx qilib berasiz-a? Variant V-Cube Barter. Yo'q, faqat narx. Endi buni variantga Faqat narx. Endi har bir xillarda bo'ladi-da aka, 8 million pulim bor deydi, 10 million pulim bor deydi. Yo'q, faqat. Nima bodo demoqchiman-da. Faqat narx. Faqat narxga. Endi ko'rsin. puli arzon bosib bo'ladi. Hamma dishal o'ziniki. Jigulini puliga qilib beradilar akamiz-a, yaxshi gaplashsangiz savdo bo'ladi. Kelishamiz. Generalni bormi? Hamma narsa. Generalni bor, faqat yaxshi odamga. Farqi yo'q. Yomon odam bo'lsa ham farqi yo'q. Farqi yo'qmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Tamam, qizig'i yo'q. Telefon nomer hazilda aziz obunachilar. 91lik 030 030 47 27. 47 27 bemalol telefon qilib akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana aziz obunachilar, Nexia 2lardan 2015-yil ishlab chiqarilgan. Hozir motor holatlarini ko'ramiz. Xo'p, mana motor holatlari, gibrid motor, gidravlika rul, metan gazlar bor ekan. Motor hadovoy qanday aka? Motor hadovoy yaxshi, xarajati yo'qmi? Yo'q, xarajati yo'q. Bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kraska holati qanday aka? Mana shu tarafidami? Shofyor tomondami? Shofyor tomonda, eshigida burchagida zanglari olingan debdilar. Qolgan joylar tozami aka? Udari yo'q, qolgan joylar toza, balon holatlari, mejikar putlar qo'yilgan ekan. Orqalari tonirovka, salon ichlarini ko'ramiz. Oldi lyuks qilingan ekan, apshifkalar qilingan, orqasi prostoy, chiqol poliklari bor, salon ichlari. Audio sistema Gentra qo'yilgan eski variantidan. Orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerda aka? Buxoro mashina. Xo'p, shumka yo'qmi? Shumkasi yo'q, Buxoroning mashina, orqalarini ko'ramiz. Metan nechtalik? Metan 80 talik. 80 talik bitta zapravkada nechta yuryapti aka? O'lchab ko'rmagansiz-a? Tagi shumka qilganmikan? Salgina tagi ozroq shumka qilib qo'yilgan ekan. O'lchab ko'rmaganlar nechta yurishini. Xo'p, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 4,5 so'rayapsiz. Obunachilarga 4 ga beramizmi? 4 qilsak chotki bo'ladi. Sirasini olib kecha. Qancha qilib beramiz? 4300 qilib beraylik. 4300 bo'ladiganim yo yana savdosi bormi obunachilar telefon qilsa? Bo'ldi. Variant V-Cube Barter. Narxga aka. Faqat narxga. Yetmay qolsa bir oy kutib turasiz-a? Generalni bormi? Generalni любой dokument. Generalni bor, любой dokument bor ekan. Dokumentda muammo yo'q-a? Ha, yo'q. Telefon nomer. 99lik. 99lik 069 069 96 36. 96 36. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 3lardan 2018-yil ishlab chiqarilgan LED farlar qo'yilgan ekan. O'z motor holatlarini ko'ramiz. Motor holatlari, propan gazlar qo'yilgan 4-paketli. Motor hadovoy qanday aka? Zo'r hadovoy. Bo'ldi, tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Motor hadovoy zo'r. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalar qanday aka? Kraskalar 2 eshikda bor. Ikkita eshigida bor. Qolgan joy tozami?
bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holatlari, mягкий balon, mejgar pultlari bor. Orqalarida tonirovkalari bor. Salon ichlarini ko'ramiz. Chiqol polilar tashalgan. Muzika bizga kerak emas, YouTube'ga mumkin emas. 215 ming probegida ekan. Monitor qo'yilgan, Malibu bar qo'yilgan. Orqada odam bor ekan, orqasini syomka qilmaymiz. Xo'p, mashina qayerdaki? Eshitxonni mashina shumka yo'qmi? Xo'p, stoplari almashgan Mercedes stoplarda. Xo'p, zapaska balonlari bor, tagida propan gaz tabletka. Bitta zapravkada necha yuryapti aka? 400 yura. 400 yuradi. Necha pul so'rayapsiz buni? Buni 7 deyapmiz. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beramiz. Naqd pulga qanchaga berasiz? Strasnovkacha. Naqd pul 6,5. 6,5. Variant V-Coupe barter. Variant bor. Boshiga qancha berib olib ketsa bular? Boshiga 4000. Keyin qolgan qancha vaqtgacha kuta olasiz? Qolgani 6 oy, 5 oy, 6 oyda. Telefon nomer? Telefon nomer 77lik. 77lik? 094 094 57 47. 57 47. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexa 1lardan 2007-yil ishlab chiqarilgan LED fara qo'yilgan ekan aka. LED faralari bor, motor holatlarini ko'ramiz. 2007. Xo'p, mana motor holatlari, gidrolika rul. Mashina benzindami aka? Metan gazi yo'q-ku unaqasi. Orqadami? Ayda turibdi ekan, ha. O'zi qizil narsachasi bo'ladi-ku. Kranchikmi nima? O'sha narsasi yo'q ekan. O'shanga, orqadami? Xo'p, motor hadovi yaxshimi? Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraska holati. Yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Magicar pult udar bo'lmaganmi aka? Yo'q. Udar bo'lmagan, tonirovkalari bor. Salon ichlarini ko'ramiz. Lux salon ichlari yangi chiqol, yangi polik qo'yilgan aka. Salonlari 154 ming probeg, maytafonlar qo'yilgan, lekin salon ichlari nima desam bo'ladi? Ideal holatda turibdi. Yana bemalol probegi halol, yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. 154 ming. Passatkalar ham qilib qo'yilgan ekan. Aka, passatka qilingan-a? Mashina qayerdaki? Urgutga. Metan nechtalik? Bitta zapravkadan necha kelyapti? 300 ta yuradi. Mana tagidan ko'rish zapaskasi yo'qmi? Yo'q, zapaskasi yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 4000 so'rayman. Kelishda berasizmi? Naqd pulga qanchaga beramiz aka? 3 ga beramizmi olib ketsa? Ma'qul kelsa. Yo'q. Qanchaga beramiz? 700 ga beramiz. 3,5 ham bo'lmaydimi? Yo'q. Taqalgani nech pul? 700 mi? 3700. 3700. Variant V-Coupe barter. Naqdga faqat. Generalniy. General chiqadi. Telefon nomer. 77lik 77lik 033 033 2201. 2201. Akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Faqat iltimos oluvchilar telefon qilishsin. Hozirgi vaqtda ko'p bo'lyapti. Oladigan ham, olmaydigan ham telefon qilyapti. O'shanga ko'pchilik даже mashinada video qilishga ham qo'ymayapti. O'shanga faqat iltimos oluvchilar telefon qilishsin. Ertalab 9 dan kechqurun 8 gacha, 9 gacha telefon qilsa bo'ladi. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Mana aziz obunachilar, Nexa 2lardan 2009-yil ishlab chiqarilgan bordoviy rangda tepa va past LED qilingan ekan. Xo'p, motor holatini ko'ramiz. Biro olti motor. Xo'p, propan gazmi aka? Propan gazlar qo'yilgan tabletka. Motor hadovoy qanday? Motor hadovoy, korobka javob berdi. Akkumulyator yangi, yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi? Kraska bitta bagajda. Kraskasi bitta bagajda. Qolgan joy tozami? Nomer tagi u ham polniy qilmagan bagaj. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Qolgan joylari toza debdilar. Bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Balon holatlari. Xo'p, tonirovkalar qilingan. Ruxsati bormi? Tonirovka necha oy ruxsati bor? 11 oy ruxsati bor. Salon ichlari ideal holatda, lyuks, chiqol polilar tashalgan. Muzikani polni o'chiramiz. Bizga muzika mumkin emas. Savobchilar tushadi. Pioner maytafoni bor. 127 ming probeg. Rullar almashgan. Qaysi mashina ruli? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerniki aka? Shaharniki. Shumka ham qilinganmi? Shumka qilingan 4 eshik shumka. Xo'p, propan gaz tabletka tagida. tabletka. Bitta tagini ko'rsatib yuborsak. Mana taglari ham yaxshi holatda turibdi. Bitta zapravkada nechta yuribdi aka? Polni solama 400 yuradi. Polni solasi 400 yuradi. Shahardami? Shahar. Aha. Bosma sredniy holatda. Nech pul so'rayapsiz? Sabrimiz aka. Nech pul so'rayapsiz buni? 4800 so'rab biz 4800. Oh, narxi sal baland ekanda. 4 ga beramizmi? Obunachilarga olib ketishadi, ma'qul kelsa. aka 4 ga bermadim. Qancha berasiz? 4,5 bo'lsa beraman buni. 4,5 bo'lsami? Haqiqatda 4400 qilaylik, shu podpischka olib ketsin.
chiroyli. Böyle sizdan kelsa dedi. Bo'ldi. Variant Vikup barter. Ha, yarmini bersa Vikup. Yarimini bo'lsa Vikup, qolgani qancha vaqtgacha kutib olasiz? Samarqand shahar bo'lsa beramiz aka. Samarqand shaharga qolgani qancha vaqtgacha? 1 yilgacha. 1 yilgacha. Generalniy bormi? Keyindan ham bo'ladi. Generalniy bor. Telefon nomer 95lik 95lik 326 326 99 49. 99 49. Akamizga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Ertalab 9 dan kechqurun 8 gacha telefon qilsa bo'ladimi? 24 soat. 24 soatmi? Bo'ldi. Faqat iltimos oluvchilar telefon qilishsin. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2013-yil ishlab chiqarilgan. Biri 6 motorlarda, 4-pokoleniya propan. Xo'p, lyuks konditsioner ishlaydi aka? Konditsioner ishlaydi, motor ходовой qanday? Hammasi chotki. Motor ходовойda ishug'a bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Hammasi chotki deyaptilar, kraska holati. Bitta ashi yo'lda tutnu bor, o'zim qilaman. Aha, yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holati udar bo'lmaganmi aka? Yo'q. Aha, tonirovkalar qilib qo'yilgan, suyaklari butun, pasatkalar ham qilib qo'yilgan ekan. Tonirovkaga ruxsati bormi? Bor, kam qolgan. Ham qolgan ruxsati bor lekin. Salon ichlari, chiqol poliklari bor. 149 ming probek, maytafonlar qo'yilgan, orqadan ko'rinishlari, Pioneer original maytafon qo'yilgan. Mashina qayerdaki? Samarqand shahar. Samarqand shahar. Shumka bir sloy qilinganmi? 3 sloy. 3 sloymi? Xo'p, bu bochkalar bilan birgami? 1200 wattlik JBL. JBLni bilgan biladi, qimmat turadi bu. Uslitili ham bor ekan. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz buni? Tabletka 4-pokoleniya. 4-pokoleniya tabletka. Bitta zapravkada necha yuribdi? 300 yuradi aka. 300 yuradi. Nech pul so'rayapsiz? 5,5 aka. 5,5 kelishda berasizmi? Ha. Naq pulga 5 ga beramiz, olib ketasiz. Sразу sanab ma'qul kelsa. 5200 berib o'ramiz aka. 5100 qilaylik, shu obunachilar olib ketsa, maza qilsin sizni qo'lingizdan zo'r mashina ekan. Bo'ldi aka. Bo'ladimi? Variant Vikup barter. Vikup qilamiz aka 6 oyga. Boshiga qancha berish kerak? Vikup qilamiz 6 oyga deyapsiz yo siz generalni aytyapsizmi? Generalniy. Generalniy bo'ladi 6 oyga, to'g'rimi? A Vikupchi? bo'lamanda keyin. Aha, bo'ldi. Vikupchi? Vikup qilmaymiz aka. Vikup faqat naqdga. Faqat naq. Telefon nomer 88lik 88lik 041 0077. 0077. Akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Faqat iltimos oluvchilar telefon qilishsin. Ertalab soat 9 dan kechqurun 8 gacha telefon qilsa bo'ladi? Bo'ladi. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 1 lardan 1998-yil ishlab chiqarilgan Sons injektor motorlarda propan gazmi aka? Propan gazlarda polni motor ходовой qilingan dedingiz-a? Yangi golovkalar hammasi yangi. 5,5 millionga motor ходовой qilingan dedilar boya. Xo'p. Xarajati yo'q, kraskasi. Kreska bash kapot mana. Aha, mana balon holatlari. Juda bor mana shu. Endi baribir necha yillik moshina, baribir kraskasi bo'ladi, yana. Kreska yo'q. Past yo'qmi pasti? Yo'q. Yo'q, pasti, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. 2 yildan beri ana shu odam minib kelyapti. Mana o'zlari minib kelibdi ekanlar. Lekin qirilgan joylari bor, hay. Qirilgan joylari bor, endi ishlari bor. Mashina bitta qarab chotki qilib olaverasiz. Lapchikalar qilingan, chiqol poliga bor, eski bo'lsa ham. Xo'p, salon ichlari 407 ming probek. Probek katta. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Mashina olish kerak, minish kerak. Gazini bosish kerak emas. Bagajni ochib olasiz bitta endi. Bagajni ochib oling. Ochib do'stlar. Bitta orqalarini ham ko'rib olamiz. Bitta bosib olasiz. Orqasini. Qani? Mashina qayerniki bu? Ishtixonnikimi? Ha, mana. O, nechtalik bu? 65 talikmi? Bitta zapravkada nechta yuribdi? O'lchab ko'rganmisiz? Zapravkada 250 km. 250 km yuradi. Nech pul so'rayapsiz? 30 million o'tib beramiz. 30 million so'rayapsiz. Naq bo'lsa 20 millionga beramizmi? Olib ketcha. Nech pulga beramiz? 24 millionga hozir beramiz. 24 millionga bermaysiz. Ha, 25 millionga berekan desiz, endi olib keta. Bo'ladimi? 25 millionga bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ldi, 25 million sanab mana shuni olib ketaverasizlar. Faqat naqdgami? Endi puli arzon-ku, naqd olib ketsa yaxshi. Bo'ldi. Generalniy bormi? Bor, Generalniy bor. Telefon nomer 99lik 693 0087 0087. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2015-yil ishlab chiqarilgan hozir motor holatlarini ko'ramiz. Buni 6 motor, metan gazlari bor, lyuks konditsioner, gidrolika rul. Motor ходовой qanday aka? Motor ходовой chotki bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalari? Kraskasi toza, yana bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holatlari. Gerb lavoboy qo'yilgan. Polni tonirovka, ruxsati bormi aka? Bor. Necha oy ruxsati bor? 4 oy. 4 oy ruxsati bor, pasatka ham qilingan ekan. Pasatkalar qilib qo'yilgan ekan, salon ichlarini ko'ramiz. Lyuks, chiqol yo'q, polikchasi bor. Salon ichlari. Audio sistema Pioneer, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerda aka? Bulon o'rniki probek nechta bo'ldi? 120 ming probek. Probegini ham bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Любой joyga debdilar. Metan nechtalik?
U qaychilarni ham zo'r turibdi-ku. Shu bilan birga beramizmi? Ha, hazilda azabunachilar. Buni olib qo'yadilar. Mana zapaska ballonlari bor. Nechta so'rayapsiz aka? 6200. 6200 kelishda berasiz. Narx bo'lsa qanchaga beramiz obunachilarga? Bir chiroyli narx ayting, olib ketishsin. Sanab. 6000 bo'lsa beramiz. 6000 mi? Yana biror narsa o'chirsak bo'lmaydimi? Kraska toza bo'lgancha shunday deyapsiz-da. Lekin kraskasi toza, 100%. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. 6000 deyaptilar. Endi narxi kimga to'g'ri kelsa, marhamat bemalol ko'rib olib ketaverasizlar. Generalni bormi yo'qmi? Yo'q, generalni. Faqat narxga. Telefondan ber. 99lik 193 72 22. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2015-yil ishlab chiqarilgan o'zi motor holatlarini ko'ramiz. Xo'p, 1.6 motor, lyuks konditsioner, gidrolik rul, metan gazlari bor. Motor ходовой qanday aka? Chotki. Motor ходовой chotki bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi Tek-tekning ustiga sepilgan. qolgan joyi tozami? Bir qarish petnochasi bor kapot. Bir qarish petno kapotni burchagida. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Aha, mana balon holatlari. Xo'p, tonirovka yo'q ekan. Посадкалар qilingan. Yo'q, bormi tonirovkasi? Yo'q-a? Bor. Bor-a? Pastidan o'rilgan, past foizidan. Lyuks chihol poliglari bor. Salon ichlari konvert maytafonlar qo'yilgan, orqadan ko'rinishlari. Xuddi tonirovka yo'q, sal-pal bilin ekan. Orqalardan ham ko'rib o'raylik. Mashina qayerda aka? Bulung'urniki bagaj ochib o'rasiz. Hop. Metan nechtalik aka? 90 bor. Bitta zapravkada nechta yuryapti? O'lchab ko'rmagansiz, ha? Aha, mana taglari ham yaxshi holatda, zapaska balon, damkrat qiluvchi hamma narsasi bor. Nechta so'rayapsiz? 5800. Kelishda berasizmi? Ha, bizyapti. Naqd puliga qanchaga beramiz? 600 beramiz. Sal uchiring aka, bir 300 lar qilib bering. Telefon qism gaplashamiz. Choy narxi berasizmi? Bo'lmaydi-ku, lekin kechib beramiz. Aha, bir choy narxi berasiz obunachilarga. Bo'ldi. Variant Vico barter bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Generalni. Любой dokument beramiz. Generalni любой dokumenti bor, mana shu nomerchada o'ziga yarashib turibdi. Mazza qilib bemalol haydab yuraverasizlar. Telefondan ber. 99lik 193 72 22. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan qora rangidan 2014-yil ishlab chiqarilgan motor holatini ko'ramiz. Xo'p, mana motor holatlari, metan gazlari bor, gidrolika rul, gibrid motor, motor ходовой qanday? Motor ходовой ish yo'q, chotki debdi. Endi ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalari 15% kraskasi bor. Udar bormi yo'qmi? Udar yo'q. Mejgar pulti bor, suyagi butun deyaptilar. Tonirovkalari bor. Salon ichlarini ko'ramiz. Ruchnoy chihol poliga tashalgan. Salon ichlari, audio sistema, pioner, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerniki? Ishtixonniki. Orqalarni ham ko'rib olamiz. Hop. Metan nechtalik? Metan 100 talik. Bitta zapravkada nechta yuryapti? O'lchab ko'rganmisiz? O'lchab ko'rilmagan. Nechta pul so'rayapsiz? 4,5 deyapmiz. 4,5 deyaptilar. Naqd puliga qanchaga beramiz? Sizlar sanab olib ketishsin. 4200. 4 ga beraylik. 4 ga. 4200. 4200 taqalganimi? Variant Vico barter bormi? Bona, mana kelishda beraman debdilar. Telefon nomer 99lik 99lik 693 693 0087. 0087. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2009-yil ishlab chiqarilgan motor holatini ko'ramiz. Xo'p, mana motor holatlari, lyuks konditsioner, propandami aka? Propan gazlari bor. Motor ходовой? Qarang. Motor ходовой zo'r debdilar. Kraskalari? Orqa bagajga bitno bor. Qolgan joyi tozami? Toza. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holatlari, orqada tonirovkalari bor, salon ichlari, lyuks chihol poliglari bor, salonlari, pioner maytafon, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerniki aka? Shaharniki. Probeg nechta? 246. 246 ta probeg. Propan 65 talikmi? Bitta zapravkada nechta yuryapti bu? 100 ta. 10 ta bilanmi? 10 ta bilan 100 ta. 10 ta bilan 100 ta deng-a, polni zapravka bilan odamlar qo'rqib ketadi. 140 ta yuradi. Yo'q-a? Nech pul so'rayapsiz? Past. Nech pul so'rayapsiz buni? 4,5 so'rayapmiz. Kami bor. 4,5 so'rayapsiz, kami bor-a? Naqd bo'lsa qanchaga beramiz? 3800 ga beramiz vaqtincha. Ma'qul. 3800 ga beraylik ketsin. 4 mi? Taqalgan. Variant Vico barter. Yo'q, faqat naqdga. Telefon nomer 93lik 680 06 04. Salomat bo'ling.
Mana aziz obunachilar, Nexa 1 ni polni navorot qilinganidan 2003-yil ishlab chiqarilgan $4,500 pullar ketgan ekan navorotiga. Oldin mana farlarga bitta baho berib qo'ysa, LED farlar qilingan. Pastni ko'ryapsizlarmi qanaqa? Farasini yoqgan vaqtlaringiz yonadi. Mana sportivniy motor qilingan ekan. Lyuks konditsioner, gidrolika rul. Motor hadovoy qanday aka? Motor hadovoy zo'rmi? Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalari. Kraskasi toza. Bitta orqa eshigidan qongacha toza. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mexi balon, chiroyli diskalarda turibdi. Magic pultlari bor. Polni tonirovka qilingan. Ruxsati bormi aka? Ruxsati bor. Salon ichlari. Necha oy ruxsati bor? Lyuks chihol poliglar tashalgan. Lasetti sidaniya qo'yilgan. Iyulgacha, iyulmi? Iyungacha ruxsati bor. Poliglari bor. Mers rul. Tablo o'zgartirilgan ekan-a? Aha. Pioner mikrofon. Xo'p, hozir. Qani? Yurib ketib qolmaydimi? Mana. Tablolar boshqacha qilingan. Xo'p, yanvar miga qo'yilgan ekan. Mana pioner mikrofon. Bochkalari ham bormi aka? Orqadan ko'rinishlari. Aha, original mikrofondan qo'yilgan. Probeg nechta aka? Endi tablo o'zgartirilgan-ku, probeg ham noma'lum lekin. Orqa super qo'ygan Lacetti. Mana super Lacetti qo'yilgan debdi. Orqalarida ham ko'rib olasizlar. Polni shumka bo'lgan, ha? Xo'p. Poli bilan shumka bo'lgan ekan. Tagini benzindanmi bu? Taglari yaxshi holatdami? Yaxshi. Nech pul so'rayapsiz aka buni? Shuncha navorot qilibsiz. 6,5. 6,5 so'rayapsiz. Lekin navorotiga yarashadi, endi ancha narsa qilib qo'yilgan. Korobkalari 3.9 terilgan. Korobkasi nima qilingan? 3.9 terilgan. Korobkasi 3.9 qilib terilgan deyaptilar. Sportivniy qilingan. 1.8 zaslonka. Endi bu bilan qaysi mashina surishsa bo'ladi? Chesni. Chesni trekerlar oladi. Oladi, ha? Oladi. Trekerlar, короче, yaqin yurmaylar, mashina ko'rsatasiga. Xo'p, taqalgan nech pulga beramiz buni aka? Bo'ladigani. Ayting qani, tochkasini ayting, sirasini olib ketsin. Endi qiziqgan akalar bo'lsa olib ketishadi. Ma'qul. 6,5dan bir narsa bo'lib beraman. 6 ga bersak bo'ladimi? 6 ga. Endi shuncha navorot qilibsiz, prosta sportivniy qilingani uchun aytayapman. Atak o'zi Nexa 1lar narxi buncha narx turmaydi, bilasiz. Radnoy, ha? 6 ga beramizmi? Sanab olib ketadi. 100-200 qo'shsachi ustiga 6,000 ni. Kelishadi. Bo'ladi. Gendrali beriladimi? Beriladi. Variant V-kubi bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomer. 94lik 94lik 538 538 72 36. 72 36. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexa 2lardan 2012-yil ishlab chiqarilgan. Hozir motor holatini ko'ramiz. Biri 6 motor. Metan gazlari bor. Motor hadovoy? Ishi yo'q, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalari? Kraskalar 15-20%. 15-20%. Udar yo'qmi? Udar yo'q. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Balon holatlari, Magic pultlari bor. Orqalari tonirovkasi bor. Salon ichlari, hozir Lacetti sidaniya ham ko'rsatamiz. Apshifkalar qilingan Lacetti sidaniya, poliglar tashalgan, chiqollari bor. Salon ichlari, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta bo'ldi? 2 kuruk probeg. Xo'p, orqalarini ko'rib o'ramiz. Mashina qayerniki? Mashina qayerniki? Mashina Ishtixonniki. Ishtixonniki. Xo'p, metan nechtalik bu? 90 dollar. Bitta zapravkada nechta yuribdi? O'lchamayapmiz aka. O'lchab ko'rmagansiz. Shumka qilinganmi? Shumkami ekan-a bu? Nech pul so'rayapsiz aka? 4200 deyapti. 4200. Nech pul qilib beramiz obunachilarga? 3,5 ga beramizmi olib ketsa? Ma'qul ketsa. 4000 ni o'tib beramiz. 4000 qilib beraylik qaytsa, aka, shu olib ketsin obunachilar. Bo'ladimi 4000 ga? Variant V-Cube barter. Bo'ladi. Generalniy. General любой dokument. Variant V-Cube barteri bor, generalniy bor, любой dokument, telefon nomer 95lik 95lik 431 431 49 49 47. 47. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexa 1lardan 2001-yil ekan. Mana motor holatlari propan gaz qo'yilgan aka. Qo'yilgan. Propan gaz motor hadovoy. Motor hadovoy idealmi, zo'r. Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana o'zlari aytibdilar. Men maqtaganim yo'q. Yangi. Ana 4 ta ballonchalar yangi. Kraskasi. Kraska Magic pulti bor. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tonirovkalari bor. Endi baribir necha yillik mashinada endi ko'rib tekshirib olaverasizlar. Apshifkalari, lyuks, chiqol poliglari bor. Aha. Probeg 544 mingmi? Tablo tuning qilingan, mikrofoni bor. Orqadan ko'rinishlari. Endi Nexa 1dan puli arzonlardan olishga harakat qilyapmiz sizlar uchun. Mashina qayerniki aka? Mashina payariqniki. Xo'p, nechtalik bu? 65 talik ekanmi? 65 Bitta zapravkada nechta yuribdi? O'lchab ko'rganmisiz? 10 ta bilan 120 taga yuribdi. 10 ta bilan 120 ta, ha? Dalnida. Mana taglari. Xo'p, nech pul aka bu narxi?
Buni 28 million deyapman, kami bor. 28 million deyapsiz, kami bor bo'lsa 20 millionga beramizmi? Yo'q. Qanchaga beramiz? Chiroyli narx ayting, olib ketishdi. Taqalgani 25 million bo'lsa beraman. Taqalgani 25 million, ha? Ha. Faqat naqdga, o'zi puli arzon-ku. Puli arzon. Puli arzon. Jigulini puli. Jigulini puli bo'ldi, gap yo'q. Generalni beriladimi? Beriladi. Ha. Generalni beriladi. Telefon nomer. 97lik 97lik 613 613 7711. 7711. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2010-yil ishlab chiqarilgan. Hozir motor holatlarini ko'ramiz. Xo'p, gibrid motor, gidravlika rul. Mashina benzindami aka? Benzinda motor hadovoy qanday? Motor hadovoy zo'r, ishi yo'q, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kalit ham tegmagan deyaptilar. Kraskalari? Toptasi bir dona petnosi ham yo'q. Mana balon holatlari, kraskasi toza, bir dona ham petnosi yo'q, ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mejigar pult bor ekan-a? Mejigar pulti bor, salon ishlari, lyuks. Idealniy holatda turibdi, bez konditsioner, chiqol poliglari bor. Probeg nechta aka? 1 kurik rovna. 1 kun rolni, maytafonlari bor, orqadan ko'rinishlari. Yana probegini ham bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Probeg o'ziniki, любой проверка debdi. Shumka qilinganmi eshiga? Yo'q. Xuddi shumka qilingandan keyin og'irgina bo'lib turibdi. Nega eskiligi uchunmi bilmayman. Mana taglari yaxshi holatda. Zapaska balonlari bor. Nech pul so'rayapsiz aka? 4200 so'rayapmiz. 4200 mi? Kelsa berasizmi? Ha, atasi. Obunachilarga bo'lsa 3700 ga beramizmi? Sanab olib ketcha, ma'qul ketcha. Qancha? 800 qilib beramizmi? Oxiri 4000 bo'lsa beramiz. Oxiri 4000 mi? Rolni, ha? Dona 4000. Variant Vikup barter. Ha, bor hamma narsa. Hammasi bor. Boshiga qancha berib olib ketsa bo'ladi keyin? Kelishamiz aka, telefon qilaversin. Men Primerna bir 1000-2000 bilan, qolgan qancha vaqtgacha kutib olasiz? so'ramiz, kelishib 6 oy 1 yil. Bo'ldi. Generalni? Bor. Generalni bor. Telefon nomer 99lik 99lik 775 775 42 71. 42 71. Akamizga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Faqat iltimos oluvchilar telefon qilsin. Ertalab soat 9 dan kechqurun 8 gacha telefon qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 1 lardan 1997-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, motor holatlarini ko'ramiz. Sons injektor, propan gazi bor. Motor hadovoy? Ishi yo'qmi? Yaxshi yurib turibdimi? Bo'ldi, yaxshi yurib turibdi, ishi yo'q deyaptilar. Endi kraskasi qanday aka buni? Kraskasini bilmayman lekin. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasini bilmaykanlar, aniq joyini, lekin puli arzon. Xo'p, orqada tonirovkalari bor. Endi baribir nima deydi? Eski yillik mashina. Baribir kraskalari bo'ladi, endi ko'rib tekshirib olaverasizlar. Lyuks qancha? Lyuks chiqol poligi bor. Eski bo'lsa ham kraskasini bilmayman deyaptilar. Lekin probeg 7 kuruk ekan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Endi nima deydi? Jigulidan olgandan ko'ra mana shuni olsangiz ham yaxshi-da. Jigulidan baribir ancha yaxshi deb o'ylayman. Orqalarini ham ochib yuborasiz aka. Knopkasini bosdim, ochilmadi. Kalit ochiladi menimcha. Kalit ochiladi, menimcha. Orqalarni ham ko'raveramiz. Yo, mana kalitni qulab qo'yganlar. Ha, qulab qo'yibdilar. Knopkani bosdim, ochilmadi-da, quflangan menimcha. Xo'p, orqalarini ko'ramiz. 65 talikmi bu? Ha. 60 talik. 60 talik menimcha. 60 yozilgan, 60 talik. Bitta zapravkada qancha yer o'lchaganmisiz? Yo'q. O'lchab ko'rmaganlar. Nech pul so'raysiz? 25 million bo'lsa beraveramiz. 25 million bo'lsa berasizmi? 20 million bo'lsa beraylik, shuni olib ketsin birdan. Bo'ladigan narxida. Yo'q, yo'q. Qanchaga beramiz? Qaysi siz nomingizdan kelsa kelishtirib beramiz. Hammani nomimdan kelsa 23 millionga beramizmi? Hech bo'lmasa obunachilarga ham bir foydasiz tegsin. Bo'ladimi? Faqat naqdga, puli arzon-ku. Generalni. Generalni chiqadi. Telefon nomer 93lik 93lik 537 537 50 37. 50 37. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2014-yil ishlab chiqarilgan gibrid motor, metan gazlari bor, gidravlika rul. Motor hadovoy qanday aka? Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy zo'r, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskalari Kraska kapot tilloga qo'yilgan. bemalol yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Krilo almashmagan, ha? Aha, mana balon holatlari, gerb lavovoy bor, orqasida tonirovkasi bor. Salon ichini ko'ramiz. Ruchnoy chiqol poliglar tashalgan. Salon ichlari, audio sistema, orqadan ko'rinishlari nima deysiz? Luksam qilib beramiz. Luksam qilib beraman debdilar. Probeg nechta aka? 187 ming. 187 ming probeg. Mashina qayerdaki? O'sha Tayloqqa yurgan. Tayloqiga yurgan. Metan nechtalik? Metan Bilmaysiz, ha? Bitta zapravkada nechta yuribdi? Zapaska bilan damkrat pulchi bor. O'lchaganmisiz zapravkani? O'lchamagansiz. Nech pul so'raysiz? 4300. 4300. Sunnatiga o'tib beramiz. 4000 ga beryapmizda obunachilarga. 4300 ga gaplashamiz. 4 ga bo'ladimi? Asesi ham bor. 4 ga bo'ladimi? Olib ketadi Gaplashamiz. bo'ldi. 4 ga telefon qilaverasizlar. Variant Vikup barteri bor, ha? Telefon nomer
93 93lik 239 239 02 22. 02 22 generalni beriladimi? Generalni ham berdi. Generalni beriladi. Salomat bo'ling.